60 yoshda keng uyni kelini bo'ldim o'zim. Hovli supurayotsam, kirib qoldilar qo'shnim. Iye, kelinlar qani? Unga tegishib dedim. Uylariga haydab, yangi kelin tushirdim. Qo'shnim deydi, "Yo tavba, hazillashmang o'rgilay. Nega hazillashaman? To'yib ketdim, na qilay." Qo'yluli kelinimga qo'yliqdan uyqi berdim. Chorsuli kelinimga chorsidan uyqi berdim. 2 kunda sog'inib qolishardi onasin, yaqin bo'lsin ichikib, o'lib netib qolmasin. Kelinlar o'rtasida qozi bo'lib o'lardim. Yana ozgina tursam, yurak kasal bo'lardim. Yurardim ikkalavun qosh qovog'iga qarab, aylanay, o'rgilay deb ishga solardim aldab. Sodda qo'shnim der, unda yangi kelinlar qani? Kichigi uy tozalab, kattasi kir yuvyapti. Kichigi qo'l oyoqli, chang g'uborim qolmadi. 4 uyni tozalab ham qovog'ini solmadi. Kir yuvyapti kattasi, oyog'i yo'q kelinim, qoshi ko'zi labida, bu yog'i yo'q kelinim. Ichki kiyimlarimni yuvdiraman bemalol. Birovga aytsa-chi deb bo'lmam xijolat o'sar. O'zi suvin qaynatib, yuvib, chayib tolmaydi. Tili yo'q qaynonasini g'iybat qila olmaydi. Kirin bir g'aram qilib to'plab qo'ymaydi jomga. Sochlarini qilini tashlab chiqmas hammomga. Ikkala o'sin inoq, kam chiqimligi zo'rda. Bosh qorong'i bo'lishar, biri kir, biri changa. Bu kelinlar qayerda turar ekan der qo'shnim. Chorsidagi kelinlar do'konidan olib keldim. Yuring, ko'ring, g'ing demay bajarishar ishimni. Kuxniyaga olib kirib tanishtirdim qo'shnimni. Bu kirmoshin Eljixon. Katta kelin o'rnida, oyog'i yo'q, tili yo'q, kir yuvadi qornida. Bu changyutgich Samsung Oy, kichik kelin supurgim. Shu desangiz bu qizni Koreyadan tushirdim. Bularni tugmasini bossam tamom ish bitar. Eljixonim kir yuvib, Samsung Oyim chang yutar. Faqat bir o'zimniki qo'ygan joyda turadi. Men to'xtatganda to'xtab, men yurg'izsam yuradi. Olib keldim taksida yor-yor o'lan aytib. Otasini uyiga hayotda bormas qaytib.